Körüş reallıqımızı yorutudu. Amma nemeni körüşne qanda qarşımız belgileydi. Huzurunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programmasi. Her bir cümle öz ma'nosini topgan programma. Assalomu alaykum. Dilyor Musa Boy apandi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zingiz yaxshi dedingizmi? Allohga shukr. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rarman. Sizmi yaxshi turamsiz? Bugun bizning "Men shunda qarayman" programmamizda Dilyor Musa Boyning vatanparvarlik bilan vatan sotqinligi qanday qaraydiganligiga qaraymiz. Buning uchun oldi bilan men Dilyor bilan mushu vatanparvarlik bilan vatan sotqinlikning men bilan Dilyorga shundaqla ko'rarman bilan bizga o'rtaq bo'lgan bir o'lchimini topmoqchi. Shuning bilan biz bizga o'rtaq bo'lgan shu o'lchamda bir yerda turib vatanparvarlik bilan vatan sotqinlikqa bir nuqtadan yoki bir burjakdan qaraymiz. Shuning uchun oldi bilan men Dilyor apandidan bir yurish savollarni so'rayman. Dilyor, vatanparvarlik bilan vatan sotqinlikning o'lchimini va o'lchimida birlik kelishimiz uchun oldi bilan mening sizning qarashingizni sizdan bilmoqchi bo'lganim, biz Uyg'urlar millatmi? Millatmi? Ya'ni millatmi deganda bu yerda Xitoy mustamlakachilik hokimiyatiningki asonliq millat, ya'ni etnik degan qona emas, balki bizning millat degan uqumimiz. Bu bo'lsa-mu turkchadagi ulusqa, inglizchadagi nationga o'xshaydi. Shunda bo'lganda Uyg'urlarni siz millat deb qaramsiz. Rahmat savolingizga. Bekmi muhim nuqtadan boshladingiz. Ya'ni Türkçedeki millet yoki Türkçedeki ulus bilan bizning bugun Uyg'ur tilimizdagi millatning farqi borligini shu yerdan boshladingiz. Ya'ni bizning tilimizdagi millat etnik ma'noda keldi deb. Haqiqatan bizning tilimizdagi mening boshqa bir programmalar nim qilyapti, aralashyaptimdi. Nimam uzilib qilyapti. Ekran pat-pat o'chib qolmay eshib turmay qarindoshlar, to'g'ri tushuninglar. Bizning tilimizdagi millat bilan boshqa tillardagi millat, masalan siz degandek turkchadagi millatning farqi bor. Biz Uyg'ur tilidagi masalan Xitoyda 56 millat bor degandagi millat bo'lishimiz mumkin. Ammo turkchadagi turk millati degandagi yoki milliy ordu degandagi millat biz emas. Biz undaq millat meningcha bo'lanmidik. Bunda bizning Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilib 5 yil ichida ishg'olga uchrag'achqa normalda bir davlat qurilgandan keyin millatlashish davrini boshdan kechirdi, keyindagi 20 yil. Shuning uchun meningcha biz agar ishg'olga uchirmay Sharq Turkiston Cumhuriyeti bir 20 yilni boshdan kechirib olgan bo'lsa, biz shu siz degan millatlash jarayonini biz o'tatdik deb o'ylayman. Ammo nihoyat tezlan bir ishg'olga uchirg'achqa biz
xalqimiz o'zi siz degan tildagi o nation ma'nosidagi millatlaşishni boshdan kechirolmay, uni tamomlayolmay turib ishg'olga uchrag'ashqa bizning ishg'ol ostidagi bir nation, ya'ni bu turk tilidagi bu millat deymiz o'zimizni, lekin tam funksiya, tam bizning zihniyatimiz, bizning kollektiv esimiz degan nuqtalardan bir nation bo'ladigan bir millatni to'ldirolmaydi hozirgi xalqimizning realligi. Shuning uchun mening savolimizga javobim, biz besivilingan nation, ya'ni besivilingan bir millat deyishimiz lozim, ammo reallikda bizning tafakkur doiramiz yoki bo'lmasa bizning ahvolimiz uning ichini to'ldira oladigan yerga kelmay turib ishg'olga uchragan deb qarayman. Bu millat hukumi devlet hukumi bilen çemberçes bağlangan boludu. Yani devlet olması millet olmaydı. Millet olmasa devlet olmaydı. Yani bir xalq millet deb atalgan vaqtida o çokum onun bir devlet oldu. Bu xalqning, bu milletning devlet oldu. Bu xalqning devlet oldu, şunun bilan bu xalq millet oldu. Endi biz biraz burun sizin ait mühim bir noktani eskerttiniz. Bu bolsunmu biz besivilingan millet deyişki boludu deb. Demek biz besivilingan ekenmiz. Demek biz besivilinishdan burun devlet idik degan. Şundaq ekan biz besivilinishdan burun devlet bo'lgan ekanmiz. Demek mushu devletde millet boludu. Mesela alaylık bizninki ahırkı devletimiz yani tacavuzçılık uçurgan devletimiz Saidiye Saidiye Xandallıqı deb qarayman men. Muşu ahırkı qitim tacavuzçılık uçurgan devletimiz endi. Ondan keyingisi bolsa mayli Qashqariya devleti olsun, 33'teki Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti olsun, 44'teki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti olsun, bula hem de ilgilik hukukumuzni asliga keltirgan siyasi gerdiler, devletler. Lekin siz biraz önce burun eskertip ötkende uzun devir süremmeyen. Şuna bunu bir taraftan muşu besivilingan devletimiz diyemeyiz, tacavuzçılık uçurgan devletimiz diyemeyiz. Şundaqla bu devletlermi ilgilik tacavuzçılık uçurgan ilgilik hukukumuzni, yani munqiriz qilingan ilgilik hukukumuzni qayt qo'lga ekelgan devletlerde. Şunda bo'lganda bizningki devletimiz, tacavuzçılık uçurgan devletimiz Saidiye Xandallıqı bo'lsa, Saidiye Xandallıqidagi xalqlar, yani Uyg'urlar, ular millet hesaplanadi. Devlet bo'lganligi uchun. Chunki padişahlıkmı devletinin bir şekli var. Bundan ekan Uyg'urlar millet edi. Şundaq bo'lgan vaqtida sizning biraz burun eskertgan Uyg'urlar besivilingan millet deganimiz, men tamamen qo'shilaman buningga. Men shunday qarayman. Uyg'urlar hozir besivilingan millet, devleti munqariz qilingan devlet, vatani mustamlika vatan. Mana shu 3 nuqtaga yig'inchaqlay olamdik biz qarashlarimizni. Yani ikkimiz ish bo'lmaganda nimani ko'rarmanni yani hozir biz aralashtirolmagandan keyin suhbatimizga ish bo'lmaganda ikkimiz ko'rarmanning kuzatishi bilan birinchi devletimizning qarzi devlet, ikkinchi milletimiz besilingan millet, üçüncü vatanimiz mustamlika vatan. Shuningga birlik qilamizmi? Bununla men ikki nuqtada qarshimni bayon qilish bilan oxirida qo'shildiganligimni bildirmay, ya'ni birinchi nuqta, ishg'oliyatni siz Yarkent qallardan boshlab shu devletimiz ishg'ol bo'ldi dedingiz. Buningda
Men burun mesela bazı tarihşünaslardan, şu Uygurlarning tarihşünaslaridan yoki boshqalardan işgaliyat Yakup Bey ya Qashqariya davlatidan boshlab işgaliyat shu yerda boshlandi. Yoki bo'lmasa Yakup Bey'ning o'ldirilgan vaqtidan boshlandi 1878 yoki bo'lmasa 1884 Manju istilasidan keyin deganlarni anglagan. Yani bunu hamma adam her xil qarasa bo'ladi. Chunki Yarkan xalqi zaten Xitoyning birinchi, ya'ni Chin sulasini yoki Manjularning birinchi istilasi bo'lsa, nima ikkinchi istilasi hamda 84dagi Zozantangning nimasi. Shuning uchun buni hammalar o'zining qarshini o'tirib qo'yib, asli davlatimiz ma'vu, uning keyindagisi o'zida tirildirish harakati, ya'ni biz istilani, ishg'olni ma vaqtida boshlagan deb tilimizni bir qilib olsak bo'ldi. Onu qaysi davlatni qilamiz, uni shu tarixchilar bilan o'tirib, hammalar o'zining fikrini qo'yib, bir yerdan chiqarsak, uning keyindagisiga masalan bu Seydiya xalqi ishg'ol uchun yoki Qashqariya davlati ishg'ol uchun Cumhuriyetler şunun devam etdi desakmi, buning hech qanday tarixga yoki bo'lmasa xalqaro qonuniy bir masalaga xilof keladigan yoki ish buzadigan yeri yo'q. Uningga qo'shilmayman. Hamda ikkinchisi, biz shundoq millat deganda mening uningga sizning nimdatligingizni tushunaman. Biz ishg'ol ostida uchirgan millat deganda, ammo birli masala millat degan so'zning ma'nosini o'zgartirib o'tdi Xitoylar. Siz bilan biz hozir millatni siz arabchadan asli ma'nosini bilasiz, undan keyin milliy davlatlarni Turkiyadagi yoki bo'lmasa nimadagi hozir yashayotgan davlatlardagi millat so'zini ishlatganda siz uning ma'nosini bilib ishlatasiz. Ammo xalqimiz millat desangiz ya Jungoda 56 millat var yoki bo'lmasa Sharq Turkistonda 13 millat var degan kalla bilan bo'lsa, u millat bilan siz bilan biz deyishayotgan millat o'xshamaydi. Shuning uchun men bu millat degan so'zning ikki xil ma'noga ketadiganini bilgachga biz ulus degan so'zni ishlataylik. İkimiz deyishayotgan millatni ifodalashga dedik. Uni taklifni sunduk. Uni hamda ba'zi qarindoshlar tushundi, ammo tandan to'ladan tushunamadi. Shunga agarda millat deganni ikkimizning hozir ishlatayotgan, siz ishlatayotgandek, ya'ni 1955-yilning oldidagi ajdodlarimiz ishlatgan Sharq Turkiston milliy armiyasi deganda ishlatgan millat degan ma'noda ishlatsak, uning hech qanday mas'uli yo'q. Ama eğer hazır xalqimiz 55'ten keyin buzib etilgan til bilan Jungoda 56 millat var degan etnik ma'noda ishlatsa, u vaqtida bu chatoq chiqadi. Chunki one nation one state degan narsa var, bir millat bir davlat deb. Ya'ni Sharq Turkistonda 13 millat var deb, bu millat degan gapni nation ma'nosida ishlatsak, Sharq Turkistonda 13 parchalab yutamiz. Chunki shunga hukmning ma'nosini to'g'ri ishlatsak, tushunib ishlatsak, biz albatta bir ishg'ol ostidagi bir millat. Agarda millat degan so'zni xato ishlatadigan bo'lsa, u vaqtda yangi tim akirdik. Biz ishg'ol ostidagi bir ulus desak, millat degan so'zni hozir o'zi bilgancha ishlatib, ammo yangi millatning asli ma'nosiga biz yangi bir so'z qo'ydik shu xolos. Shunga qo'shilmagan qo'ygan 3 nuqtamiz bor. Undaqda vatanperverlik bilen vatan satqıçlık. Mana şu biz hazır belgilegen şu 3 noktaga yoki 3 prinsipga yig'inchoqlandi. Yoki shunga bog'landi. Mening qarashimda. Masalan, kimni vatanperver deymiz desak, biz hozirgi holatimizda, masalan biz mustamliki vatan, işgaldagi millat ve şundaqla munqarz devletimiz munqarz. Şundaq bir şaroitda yaşayapmiz, şundaq bir tarixiy şaroitda yaşayapmiz. Şundaq bo'lganda bizniki vatanperverligimiz yoki Uyg'urlarning millat ikimiz tushungan millat saviyasidagi Uyg'urlarning vatanperverligi oldi bilan devletning munqarzligini tunuş ve şundaqla bu devletning şu munqarzlikdan qutulish vatanperverlikning birinchi sharti. İkinci sharti vatanperverlikning mustamliki ziminini
Çünkü mustamlika zimin degandikilla o başqa davlatning ziminiga qatibdirilgan degan ma'noni berdi endi. Zimin. Çünkü hozir Sharq Turkistonni masalan 1884-yili Zozongtang nimaga qatib etgan shundami? Menchen sulalisi Xitoy Menchen sulalisi qatib etgan Qing sulalisi. Qo'shib olgan yani. Qo'shib olish deymizda biz annexationmi? Qo'shib olgan. Şuna bizning ziminimiz hozir bir ziminimizning butunligi yo'q. Shunda bo'lganda mustamlika vatan degan gap bizning vatanimizning zimini hozir qo'shib olingan. Biz mushuni tunishimiz kerak. Vatanparvar, yani mushuni tunish kerak va shundaqla mushu vatanining ziminini yoki davlatining ziminining butunligini qo'lga keltirish uchun kurash qilish kerak. Bu ikkinchi shart bo'ladi vatanparvarlikning. Uchinchi sharti endi o'zini yoki o'zining xalqini millat deb tunish yoki ulus deb tunish. Mushu uch tunish bilan va shundaqla mushu uch azotlik, uch xil azotlik bilan munqarizlikning azotligi, ziminning asliga kelishi, butunligi va shundaqla millatninki erkinligi. Mushu uch nuqtani agar biz vatanparvarlikning sharti desak, sizningcha vatanparvarlik haqida yoki vatanparvarlik to'g'risida bir yaxshi aniqlama bergan bo'lamdi, bo'lmamdi? Yaxshi aniqlama bergan bo'ldi. Amaliyotdimi, mening qarshimdimi shu vatanparvarlik degan narsa hozir biz degan millat yoki ulusning manfaati, ashlarning siyosiy taqdirining o'riyeti uchun yoki mustaqil bo'lishi uchun harakat qilgan odam vatanparvar bo'ldi albatta. Uningga qarshi chiqqan odam xoin bo'lishi kerakda, uni ziyon bergan odam. Endi hozirgi deganingizga butunlay qo'shilmayman. Men asosan anda 3 nuqtada anda aniq arib men o'ylab baxmabdiman, lekin mening qarshimdagi narsa shu ulusning ishg'oldan qutulishi uchun xizmat qilgan odam vatanparvar, uningga qarshi ziyon solgan odam bilib turib ziyon solgan odam xoin deb qaraldi. Endi bu o'lchamni bugungilarga qo'yishdan bakrak tarixdagi shaxslarga qo'ydigan bo'lsak, hozir ikkimiz kelishgan ya ikkimiz hozir o'rtaq nuqtaga kelgan bu o'lchamni qo'ydigan bo'lsak, endi tarixda adam qolmaydi yani bizda-chi. Albatta. Hozir masalan siz albatta bilasiz buni, ham hozir mushu o'zingizni eskartdingiz. Yani bunda üç prensip bilen biz tariximizga qaraydigan bo'lsak, yoki biz tariximizni yozadigan bo'lsak, hech bo'lmaganda yaqinqi zamon tariximizni, siyosiy tariximizni. Yani Uyg'urlarninki tarixiy qarashi asli üstün bo'lib ketadi birinchidan. Ikkinchidan, mushu uch prinsipni hozirgi bizningki hareketlerimizga, mesela teşkilatlarımızdaki metodiga, ya hareket metodiga ve şundaqla teşkilatlarımızdaki körüşüge, yani karşıga, ya ki teşkilatlarımızdaki nizamnamasıga qaraydigan bo'lsak, bu yerda meni jiqchatoqlar chiqib ketadi. Masalan, men sizdan endi bir savol so'ramoqchi, tarixdan emas, bugünden başlap tarixga o'tsak. Şuna bugunga qaraydigan bo'lsak, Xitoy mustamlikachilar hokimiyati bizni asonliq millat deydi. Ya'ni sizning tilingiz va mening tilim bilan aytgan vaqtida bizni etnik deb qaraydi, millat deb qaramaydi yoki ulus deb qaramaydi. Va mushu qarashni bizningki vatan ichi va sirtidagi barliq xalqimizga va tashkilotlarimizga tengishni o'zininki nishoni qiladi. Chunki mushtaq qilgan vaqtida anandan keyin xalqimizni davlatning munqarizligi degan tushunchadan qarash emas, u degan haqiqat endi, mush hukmdan
yoki mush haqiqatdan va shundaqla vatanning zimin putunligi degan haqiqatdan va shundaqla millatning asorat tikligi degan mush haqiqatdan bularni ayirib turgan gap. Ayırıp etkendan keyin ananikin xalqimiz o'zini bir etnik ko'rdi, millat ko'rmaydi. Vatanning munqarz, davlatining munqarz bo'lganini bilmaydi. Vatanning mustamlikaligini bilmaydi. Demak, buning bilan Xitoy mustamlika hokimiyati bizningki milliy ozodlik harakatimiz ustidan g'alaba qildi degan. Yoki bo'lmasa harakatimizni tamoman qadin chiqardi. Va shunda qilyotdi deb qarayman. Ben şunda kılıvatıdı hem uzundan bu yan kılıvatıdı hem de Xitay mustamlika. Şuna aldı bilen ben sizden soraydıgan sual hazır. Mesela bizning bazı teşkilatlarımız Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik hukuk kengişiga kirdi. Endi bu kengashga kirishi bu tashkilotlarning tuvandagidek shartlarni o'rilishiga to'g'ri keldi kirishdan burun. Bularning birinchisi Birleşken Devletler Teşkilatı'da Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti bir a'zo davlat Birleşken Devletler Teşkilatı'ga. Shundaqla Birleşken Devletler Teşkilatı Cumhuriyet'in zimin bütünlüğünü hürmet qilish kerak. Birleşken Devletler Teşkilatı. Şunda bo'lgan vaqtida bizning tashkilotlar hergiz mening davlatim munqarzdi, mening vatanim mustamlika, men bir millatdim yoki ulusdim deb kirmaydi. Mumkin emas. Bu ishigidan qo'lib o'tdi Birleşken Devletler Teşkilatı undaq tashkilotlar. Lekin ular kirish uchun endi men Xitoy deganga o'xshash, men bir etnik, men bir asonliq millat Jumgodagi. Men mushu millatning, mushu asonliq millatning, mushu etnikning haq-huquqlarini uchun kurash qilayotgan bir huquqchi. Bu siyosiy partiya emas, yoki siyosiy tashkilot emas, huquq tashkiloti. Endi men bir peshtabir huquqchi degan vaqtida anondan kiraylaydigan gap. Demak, mushu tashkilotlarningki BDTning kishilik huquq kengashiga kirishi, mushu shart bilan kirishi sizningcha sotqunlik hisoblanamdi. Vatan sotqunlik hisoblanamdi. Yani biz hazır bu işinin aldıdan keyninden aldığını bilmemiz de ameliyatta bu yani 70. yıllardaki vaqtlar bo'lgan bo'lsa, kurashning İsa Yusuf alıp tekillarına devre olgan bo'lsa, o devirde Birleşken Devletler Teşkilatı'da yeni bir organ vardı. Decolonization Committee yani. Kolonilarni amaldan qaldırış, Angliya, Fransiya koloniyalardan çekiniş deydigan yeni bir komiteti vardı ve dünyada en azda 90 neçe devletning mustaqil bo'lib chiqishida rol o'ynagan shulardi. Yani bizning kurashimiz agar ras bo'lgan bo'lsa, bizning rahbarlarimiz ras rahbar bo'lgan bo'lsa, meningcha 2025-yili biz Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komiteti yoki Birleşken Devletler Teşkilatı Indigenous People'lar Forum'sida nima ishimiz var ne emas. Belki 1960 ya 70 yıllarda biz nima uchun Decolonization Committee'ga kiramidik. Eğer Sharq Turkiston ishg'olga uchirdi deb kurash qilgan bo'lsa, bu bir koloniya bu Chin sulolasi bizni bir koloniya qilgan bir rayon deydi. Köremellerninki anlash uchun inglizchangizni uyg'urchalashtirib deyishingizni umid qilaman. Ama mustamlika naq tushimdi bilmaymiz yani koloniya deganda bir yerga akab bo'lib sistemlik ko'chman akilish kerak. Mustamlikada ko'chman akilish kerakmi kerak emasmi bilmayman ama so'zning biroz alohidligi o'xshashi inglizchasini ishlatdim. Shuning uchun bu nimada mesela Yaponiyami Xitoy ishg'ol qilib kirib mustamlika qilgan ammo Yapondan sistemlik ko'chman ekanmiganchu. Shuni balkim Xitoylar Yapon mustamlika bo'ldi deyishi mumkin. Ama koloniyaning biroz farqi bor. Yaponiyaning Xitoyga bo'lgan tajovuzchiligi va Xitoyga nimasi Xitoyning tili bilan deyapman endi. Masalan, bu mustamlikachilik emas, bu tajovuzchilik. Tajovuzchilik deb ataldi. Istilo tajovuzchilik, lekin mustamlikachilik emas. Mustamlikachilik faqat qo'shib olgandan keyin bo'ladi-da.
qo'shib Tamam. olganlik. Tamam, eğer mustamlika degan so'zda bir yani ishg'ol qilib bo'lib kendi sistemlab ko'chman qildigan ish bo'lsa shu koloniyaning uyg'urchisi bo'ladi. Uni demasi yo'q. Albatta Yani shu. biz 60-70 yıllarda 60 ve 70 yıllardalar hata yani kirdiği yerge kirmegenço bizden rehberler yani. Şunun için Şarkı Türkistan meselesi aslında bir besuylangan bir mustamlika ve koloni meselesi olup halkara sahnege keladigan ishken u yerda ya fursat qochirilgan yoki ruxsat qilinmagan yoki bilib kirmagan. Andan keyin nurg'un davlatlar 90 davlat shu yo'lda mustaqil bo'lib chiqayotgandan keyin hamma ish tugagandan keyin dunyo dasturxonni yig'ib olgandan keyin andan keyin kirib biz Jungodagi bir millat bizning inson haqlari manda masalamiz bor deganda ish tugagandan keyingi bir ko'rinish da'vosidek ko'riladi hamda qarasa shuni bayqaydi odam. Endi indigenous people'lar forumsiga kirish bo'lsa u texnik rezolatda bu nereden neye düştü? Yani asli bizden g'arbdagi kurishimiz 60-70 yıllarda poyezdni qacho'g'ancho asli mustaqil bo'lmay yakimiz xalqaraga bir besuylangan bir mustamlika tuproq kurishini qilaman degan bo'lsa 60 ve 70 yıl İsa Yusuf Aliptekinlarning davri asli xalqaraning oltin vaziyatida xalqaro vaziyatning. Ama şu yerga biz ham poyezdni qacho'g'anday uni nima ishga qacho'dik, qanday qacho'dik u yerga kirsak o'zrab ketadi. 66 yıllarını deysiz ki siz aşağılık Milli Azadlık Hareketi vaxtidagi 66 yıllardaki BDT'nin kanunları ve şundakla Milli Azadlık Hareketlerininki her qandaq vasitelerini işletip özlerininki azadlıqını qo'lga keltirisi bo'ladi deydigan qonunlari BDT'ning qonunlari bor. Ha, mushu nimadan keyin bu Hindiston bu Angliyadan chiqayotgandan keyin ki 50-yildan boshlab Malayziyadan boshlab mushu Afrikada nimaning Aljeriyada mushu Fransiyaning va Britaniyaning burunqi mustamlika rayonlaridagi xalq keyin isyon ko'targandan keyin bu g'arb davlatlari bu hammasi ilish bo'ladigan ko'zi yetmay Şunun bilan bir xalqaro qonun chiqariblar chiroyli chekinish uchun shu 60-yillarning 5-idan boshlab rasmiy bir xalqaro qonun chiqardi BDT. Shu mustamlik qilingan yerlarni chiroyli qaytarib berib chiqish degan qonun. Bu qonun bilan shu nimaninki Fransiyaning Afrikadagi ba'zi yerlarni belgili olmaydi Fransiya lekin ko'p mustamlik rayonlari Britaniyaning zaten mustamlik rayonining asosan hammasi degidek mush qonun bilan chiroyli Fransiya va Angliyaning yuzini saqlagan asosda chiroyli qaymasidan chekinib chiqqan bir vaziyat bor shu 10 yil shu yerda nim qilgan hatto o'sha bugun mustaqil bo'lgan nurg'un davlatlar shu vaqtida shu komitetning a'zolari bugun mustaqil ko'rinayotgan davlatlar bu Malayziyadan boshlaydi nimaga borgacha Afrikaga borgacha nurg'un davlatlar buning ichida arab davlatlari bor nurg'un hammasi birdan mustaqil bo'lib chiqayotgan shu vaqtda shu mustamlika davlatlarning mustamlika qilib olgan tuproqlarining mustaqil bo'lishi bir xalqaroda bir trendda bir modada bir shuning davri edi deylik shu yillar 10 yil shu vaqtida bizninkilar nerda nima ish qilib yurgan Sharq Turkiston bir mustamlika rayoni degan gapmi shu vaqtlardagi xalqaro rekordlarda xatirlarda yo'qda ya'ni bizninkilar shu yerga shunday kirgan ish shu aslida shu yerga kirgan bo'lsa 60-70 yilning o'ttirig'icha bu dunyoning hech bo'lmasa bir mustamlika komitetiga a'zo bo'lishga bo'lsa-mu bir tirishib baqqan ish yo'qda. Bu sizning müşahidevatkan vaqtlaringizda 60 yıllar 60'dan 70'gacha mesela uçakda İsa Yusuf Aliptekin özünü Türkiye'de men Şarkı Türkistan Cumhuriyetininki, devletininki, hükümetininki, Cumhuriyetining devletining emas, hükümetininki, Şarkı Türkistan hükümetininki baş katibi edeyim deb tunuşturgan özünü. Ameliyatda İsa Yusuf Aliptekin Şarkı Türkistan hükümetining baş katibi emasdi. Jang Jujong reislikidagi Şinjan өлкөлүк hökümetinin baş katibi. Doğru. Şunda bo'lganda bu
bu ülkülük hükümetinin baş katibi. Yani mustemlike Şərqi Türkistan'ın mustemlikçil hakimiyetige baş katip bulab, ananıkin men muşu asasta vekillik kılıman dese, bu hem de mantıksız bir gap bulur da. Ya komasın mundaq şıkıtqa vaqtida, yani aldı bilen özününki bir nima deymiz, Xitay mustamlikçil hakimiyetini etiraf qilgan asasda anandaki ish qilayotgan bo'ladi degan. Endi mushta bo'lgan vaqtida davlatining munqarzligini etiraf qilmagan, uni inkor qilgan va zaminining butunligini inkor qilgan va o'zininki bir ulus ekanligini inkor qilgan, az sonliq millat ekanligini ta'kidlagan shaklda ish olib qolgan bo'ladi desak, bu chog'da bu biz ikimiz biraz burun qo'ygan prinsiplerimizning uchinchisiga tushdi degan gap. Bunda bo'lganda To'g'ri. Tushun. Yana sal oldiroq borsak, tarixda bizning qahramon degan odamlarimiz amaliyotda shu hozirgi siz qo'ygan 3 moddalik o'lchamga solsak, bizning qahramon degan odamlarimiz zodi qanchalik qahramon. Hatto Cumhuriyetning davriga yoki qutulish harakatimizga mustaqillik kurashimizning davriga boradigan bo'lsak, nəhayət yaxşı biraz atlab ketdik. Şundaq olsun bu biraz bir misal vereyim. Qaytımız hazırdan başlap tarix qaytımızda. Hazır bir adamlarni qapqib qo'yib, anandiki yoki men qo'yamda udul davrman qo'y, buning sen xoinsan ma'u deb. Hozirdan keyniga qaytsak biraz şok bo'ldi ekan-ku. Faqat bunda bir narsada bir o'lcham, bir selishtirma masalan. Masalan, mening hamda burunqi soharim shu xalqaro munosabatlarda mening majorim, asosli nimam Sharqiy Janubiy Osiyo, anki men sub majorim, yana bir temam Osmanlı'nın yıkılışı, Osmanlı İmperiyası'nın yıkılışı ve Türkiye'nin uluslaşışı. Ben bu özümüzün tarihini köygende bu Osmanlı'nın yıkılışı, Türkiye'nin kurtuluş uruşuyla acayip çok paralellik görürüz. Oxşaşlık görürüz. Ama oxşumaydigan yerleri ulanı qutkazgan, bizning oxşumaydigan yerlerimiz bizni nabut qilgandek bir hadisi var. Elbette coğrafya oxşumaydi. Ular bizden 10 yıl burun başlangan iş, bizde 30. yıllar, ular 20. yıllar. Ama o yerni tushunman, lekin o'xshashliklarga qaram. Birincisi, 1914-yil boshlangan Birinchi Dunyo urushidan 4 yil davom qildi Birinchi Dunyo urushi. Bu vaqtida markaziy davlatlar mag'lub bo'ldi Birinchi Dunyo urushida. Germaniya, Avstriya, Vengriya, Osmanlı imperiyasi deganlar mag'lub bo'lib, buning zimirlarini yenganlar parchalab, bo'lib parchalaydi. Hatta gerçi Türkler biz Çanakkale vuruşuda anda yandık, manda yandık degen bilen ameliyatda o Çanakkale vuruşudan keyin İstanbul işgal oldu yani. Çanakkale vuruşudan keyin neçe yıldan yıllar 1920 yılı İstanbul resmi işgalda kalıdı. Payitaht yani. Ve 3 yıl işgalda durdu 1923'ce. Yani şu vaziyet ki qarasa, bularning Osmanlı məğlub bolgan Birinci Dünya vuruşuda kilişimler tüzülüp nimisini bütün Osmanlı qoral tapşırılgan bolgan nimelerge, İngilizlarga yoki yangi güçlü davlatlarga ular bu yerga kirdigan bolgan Osmanlı armiyasini taqib etgan, butunlay tugagan hamda ish. Uningdan keyin bu Osmanlı o'zi qatnashamag'an bilan davlatlar o'zining ichida yana kelishim tuzib bu Turkiyani necha parchaga bo'lib bo'lgancha bugungi Trabzonni turklarga qo'yib qo'yib, ostida Qahramonmarash obi degan ishtaliyliklar, fransuzlar, inglizlar texi Greklar chiqadi ki 1920 yılda bu Greklar sen qag'anting deb uli chiqadi İzmirdan. Ulu mayaqdan boshlab ishtirib shu Anqaraning Polatlı degan yerigacha bordi. Yani Türk devleti tugaganda yo'q, tugagan. Qoral topshirish kelishimiga, hamma narsaga Osmanlıning bosh ministri Ferit Pasha imzo qo'ygan. Ma'qul, biz deganlar qilamiz, biz taslim bo'ldik deb. Yani hukumatning bosh ministri imzo qo'yib bo'lgan. Bizning 11 bitimga bosh ministr imzo qo'ygandek bir ish var-ku, o'xshashlik. Ama şu vaziyatda birilari chiqdi. Biz bunu tanımaymiz imzani. İstanbul'daki hükümetini mi tanımaymiz? Senin bu qo'ygan imzalaringni mi tanımaymiz? Biz urushimiz oxirigacha deydigan Mustafa Kemal Pasha vaqtida, Atatürk bo'lmagan vaqtda Mustafa Kemal Pasha va uning yinida bir qancha general.
Yani Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, İsmet İnönü. Ve bula teslim bommulduk deydi. Ahırda muşu baştan aşı başka süpürüdü hem de. Qaytıda uruş ben. Greklarını kovlap çıkardı ve yıktı. Endi bugünkü noktadan bula tarihi qarasa Serv kelişimi dep Türkiye'nin bütün parçalanışıga imza koygan maqul olgan Osmanlı'nın baş ministri Ferit Paşa bulada hain. Vatanını satan hain dep qarıldı. O kelişimge qarşı çıkıp korallık isyan köteygen generallar yoki şu paşalar Mustafa Kemal Paşa başçılığı başkalar bular kahraman emdi. Ani qabul qilmay Türkiye'ni yengip qaytadan tüzdü bular kelişimni. G'arbning tuzib olgandi. Bu şu Suriye'de, Irak'ta abi nokta deb Sykes-Picot kelişimi var, o O'rta Sharqni bölge. Türkiye'ni shunda bölüp olgan amaliyotda. Ama uni bular qutqazdi. Bu yerda yana bir muhim odam bor, bugungi ulaydigan, masalan, Ali Kamal deb bir odam bor. Ali Kamal degan odam İstanbul ishg'ol bo'lgandan keyin nima deydi desangiz, Türk bayrağı, bu adam muxbir hamda jurnalist, obzor yozadi. Türk bayrağını ko'tarmayli. İngiliz bayrağını götüreyli. Çünkü İngilizler güçlük. Payitaxtını ep boldu. 600 yıllık devletine ep boldu. Biz buları isyan kötüysek, teximici qanaqıdı, bularını xap qıp koyumuz. Ya bugünkü birilerini eslididu qaram. Bayrak kötürmeyli, müstakillik demeyli, bular bek güçlük, bular ilişmayli deydigan adam çıkıdı Ali Kamal'dı. Ve bu Ali Kamal kim o deseniz, Anglia'nın baş ministeri Boris Johnson var ya, sapsayırıq çaşlıq adam. Boris Johnson'un apı taraftan boğusu bu. Yani Boris Johnson'un apı taraf boğusu Türk, Ali Kamal degan adam, İngilizlarning mustamlikasiga razı olgan adam. Ve urush tugagandan keyin ikki manba var. Birisida Ali Kamal vatan haini deb Istiqlol mahkamasida darg'a isiladi, birinchi qil qarashda. Ikkinchi qil qarashda Ali Kamal darg'a isilishga ulgurmay turib, askarlar o'zi sen vatan haini deb uni chamikisa qilib o'ltirib etgan deydi. Yani bu adam vatan haini bo'lib o'ladi. Yani bugün bizga qarab, Jungo bek kuchlik, ularla ilishmayli, bayrog'imizni ko'tarmayli degan odamlar ularda vatan haini, bizde olim. Yani mundaqchu, alimdikin 11 bitimga imzo qo'ygan bizning bosh ministr, bizda qahramon, suyumlik, do'ppilik doi. Ularda serv kelishimiga imzo qo'ygan damat Ferit Paşa hain, uni o'rvatgan Mustafa Kemal qahramon. Uladımı, bizdimi Sovetning yardım ba, Sovetga bizga nim qilgan, yordam bergan hamda, o'zining manfaati uchun albatta. Mustafa Kemalga Sovet yordam bergan, o'xshash. Sovetda yordam. Ammo farq shu. Bizninkilar Sovet Kommunist partiyasiga kirib, uning yurakdan sodiq. Ama Mustafa Kemal Leninni aldab qo'ygan ekanda. Lenin deydi, sen bu kurashni qilsang, yensang kommunist davlat bo'lamizlar desa, Mustafa Kemal chataq yo'q, biz kommunist davlat bo'lamiz deb Qur'onni ilib, aminasi ilib, davlat qurilgandan keyin amaliyotda 40-50 yillarga kelganda kommunist bo'lmasdan bular Amerika tarafga o'tib ketdi. Sovetga qarshi NATOga kirib boshqa blok oldu. Yani ularda rehberleride 600 yıldan kelgan bir imperial ruhmu yoki devlet kültürü demdok, devletçilik ideyasi demdok, ularda dünyani saz qilib o'ynaydigan, eng axir kuchligicha mag'lub bo'lsa-mu, shuni qabul qilmaydigan yana bir davlat ahli bir narsani saqlab qolgan ekan. Bizda shu xo'jalar davridan boshlab yo'qolgan davlatchilik va millatchilik emida biz shu kimki beshimizni silsa shuni dadi deydi ekanmizda. O vaqtda Sovetni dadi deydi ekan. Bugun mesela Amerikani dadi deydi qadamlar. Ama bu bir davlat. Sovet satgan bo'lsa, aytlik Amerika setish ehtimoli yo'qmi? Bor. Çünkü xalqaro munosabatlar hammasi bir-birini manfaati kelganda nimasiga ishiltib tashlaydigan ish bor. Bizda kam narsa shu turklarning qutulish urushi bilan men selishtirsam, bizda kam narsa avlodi bor, 600 yillik kesilmagan davlatchilik ideyasi ve bu davlatchilik ideyasida yugurilgan bir davlat ahli ularda bor ekan. Bizda 300 yillik kesilib ketish, mesela Qarxallarning davri, oldidagi mesela Yarkent davlatiga qarasangiz, u yerda rasmiy davlat ahli bor. Bir ishlarni qilgan vaqtidagi narsalari, hatto Selçuklu bilan bo'lgan munosabatlari,
Kilim bilen bulgan münasebetler olsun yoki uruş vaqtidagi münasebetler olsun. Qarsanız u yerda resmi bir devletdek ish qilgan bir ishlar bor. Ammo ma keyin qurilgan cumhuriyatlardagi u qadar nimiki u kadar sadda, u kadar yetilmagan bir xil, man inglizcha immature deydigan bir yetilmagan bir ishlar var her yuğa rahbarlarda. Ondan keyin yana bir muhim narsa, oxirgi nuqtam, bu tarixchining roli bek cho'ng ekan, ha. Kollektiv hafızani, kollektiv esni bizga tutib turish uchun tarixchilarning roli bek cho'ng ekan. Başka milletlarda tarixchilar bu yakunlab berdigan tarixini manda qahramon, manda qilishga man xoin deydi. Shuni bugun Boris Johnsonning bovusidek Ali Kamaldek odamlarga qanday baho berishni biladigan boshqalar. Bizda tarixchilar tarixni xulosalamaga bu 11 bitimda imzo qo'ygan odamni qahramon deb yurgashga biz. Birinchi Cumhuriyatda texnik ishlab davlatning prezidentini yana bir 11 moddalık bitim bilen, Sovyet tuzgan bitim bilen baş minister devlet prezidentini bağlap apırıp şansıya tutup berip Sabit Damullamni. Aniki özü Şinjan өлкөлүк hökümetke buna bir reis olumen deydi. Bizde umma kahramanda yani. Yani bu tarixçilarimizdeki asli mesele menen qarasam, tarixçilarimiz zadi bu millet degan nima, aba ishkimiz deyishgan, bu millet degan nima? Xitoy o'zgartib aytgan millat nima, asli millat nima, ya'ni ulus nima? Bu ulusga to'kib qo'shganlar kimlar? Ziyon berganlar kim? Unga bir muncha oqlaydigan bir narsalar bor bularning. Onda bo'lmagan bo'lsa, manda oldi, manda bo'lmagan. Va shu turklarning tutgan maydonida bir güzel bir gap bor bunga. İhanetning bedeli olur, nedeni olmaz deydi. Hainlikning bedeli bo'ladi, sababi olmaydi. Sebebini nima desang de o sebebin, ama hayırlık kıldırma eşeğde tügüdü, onun bedeli var ve hayırlıkның cezası birla Türkiye'de. Dar yani. Ula mandak mağadı ki, bizde olsa eliki o çok közü mesela, biz tinişlik üçün istiklaliyet degen sözden vazgeçtik degen adamdi, ahlaydıgan nimisi var hamdi. Mesela Ahmet Can Kasım'ın dağlık nutqi bu. 11 bitimden keyin kelip, bu nimişki bitim tüsülede ama İlhan Törünün egeş küçülleri biraz karşılık çıkarganda deydi. Biz tinişlik üçün istiklaliyetten vazgeçtik. Yani tinişlik üçün müstakillikten vazgeçtik deydi. Bunu Türklerge koyup yersiniz. Türklerde bunda olsa, mesela tinişlik üçün biz serv gelişimi imza koyduk dese, ulanın deydiğini İhanetinin bedeli var, nedeni yok. Yani nimiş imza koydun kızıkmayımız, bizge senin kallan gerek deydi olar. Bizde olsa, o ahlaydıgan adamların cıklığı, Xudaya tövbe. Şuna, menimce tariximizde abay deyişkenimizde bekçi qadam ketidu eğer siz bilen hazır işkimiz ortaklaşkan, kelişken bir nokta kege ölçemini koysak, biz tariximizi qaytada yazış gerek. Endi u yerde bizden tarixçilerimiz aşında tarixçi bağımı mesele şucu. Tarixçilerimiz texmi qo'rqinchli. Bu meningki his qilishimda, meningki ko'rgunimda, tushunganimda masalani bizdinki shu bizning munqarzligimiz, davlatimizning munqarzligi beshidan kechirgan ikki jarayonni biz farqlantirolmay bir qilib qo'yap, shu asosda anandan keyin o'zimiznimi, dushmannimi va boshqa davlatlarni tushunmaydigan mundaq bir ahvol kelib chiqqanda qiladi deb o'ylayman. Masalan, men buni tushundiray hozir. Agar Manching imperiyasi 1759-yılı besib olgan bo'lsa, yoki ishg'ol qilgan bo'lsa vatanimizni, davlatimiz shu chog'dan boshlab munqarz bo'lgan bo'lsa, podshohligimiz, anandan keyin Yakup Begning inqilobi bilan, kurashi bilan, millat azodlik harakati bilan Qashqariya davlat qurilgan bo'lsa, shuning bilan Manching armiyasini bastırıp gelip
bu devletni ag'dirib tashlab, anandan keyin ular nim qildi deseniz, ular aslida besib olgan 100 yil. Masalan, 1759'dan 1864 gacha degan taxminan 100 yil endi. Mushu 100 yil jarayonida biz mustamlika emas, ishg'oliyat tutdik. Manching imperiyasininki armiyasining ishg'oliyat tutdik. 1884-yilga kelgan vaqtida endi bular ishg'oliyatni qo'shib olishga o'zgartdi. Ya'ni rasmiy e'lon qilib qo'shib oldi Manching imperiyasiga va Sharqiy Turkistonni shu yili 1884-yili rasmiy shaklda Xinjiang o'lkasi deb atab qo'shdi, qo'shib oldi. Endi mushuni qo'shib olgan vaqtida xalqaro jamiyat bo'ldi. Shundoq u ayni vaqtida. Masalan, xalqaro jamiyat qo'shib olishga qarshi hozirgi bizningki dunyo tuzumida dunyo nima deymiz, davlatlar nima, xalqaro munosabatlarda qo'shib olish qonunsiz bir harakat, endi jinoyat hisoblanadi. Bir davlatning yana bir davlatni yoki bir davlatning bir ayrim bir zaminni, bir qismini qo'shib olish degan, masalan, hozir Rossiyaninki, Ukrainaninki 3 rayonni o'ziga qo'shib olib e'lon qildi, qo'shib olganligini e'lon qilganda, albatta Ukraina uni qabul qilmaydi, e'tirof qilmaydi, lekin boshqa davlatlar e'tirof qilmadi. Xalqaro jamiyat. Endi ayni vaqtida 1884-yili masalan Britaniya imperiyasi, nima deymiz, Osmanlı imperiyasi, Çarosiya imperiyasi, bu 3 imperiya ayni vaqtidagi xalqaro jamiyat endi. Bular bu qo'shib olishni e'tirof qildi. Shuning bilan butun dunyo Sharqiy Turkiston degan narsani unutdi. U yo'q qonuniy jihatdan, chunki xalqaro jamiyat shuchadagi 3 imperiya qo'shilgandan keyin, e'tirof qilgandan keyin, shuning bilan Xinjiang bo'lib qoldi. Endi mushu 1884-yil ta bugunga qadarki mushu Xinjiangni butun xalqaro davlatlar, ya'ni dunyo davlatlari, bunday qilganda xalqaro munosabatlarda Sharq Turkiston degan gap yo'q. Hech kim uni tonimaydi. Qonuniy rasmiy jihatdan tonimaydi. Toniydigini Xinjiang o'lkasi, Jungoning Xinjiang o'lkasi. Amerika mushu, ya'ni qaysi davlatni olsangiz, endi biroz burasi bir narsa eskirtib masalan, shu Amerika bizni ozod qilib berdi deb o'ylamdiganda bo'lar deb. Amaliyotda bu Amerika seni Xinjiang o'lkasi deb toniydigan bo'lsa, sana nimaga yordam qildi bular endi? Faqat bularning yordam qila oladiganini sening Xinjiang o'lkasidagi, Junxo Xalq Jamhuriyatining Xinjiang o'lkasidagi ma'lum xalqlarninki milliy, bu yerda milliy demaymiz, etnik aloyiliklari va etnik kimliklarini saqlab qolish uchun ularning kishilik huquqini qo'llab turdi sana, qo'g'disa, lekin amaliyotda Amerika uni qo'g'damaydi. Uni faqat Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi besim, bir ko'zir qilib ishlatadiku endi besim qiladi. Endi bizningki tashkilotlarimiz, rahbarlarimiz, aktivistlarimiz buni bilmaydi deb o'ylayman. Ya'ni mushu qonuniy, mushu nima deymiz, nimsak bo'ldimdi, mushu qonuniy masalani, masalan, Sharqiy Turkiston deganni e'tirof qilmaydiganligini xalqaroda har qanday bir davlat Junxo Xalq Jamhuriyatidagi Xinjiang o'lkasini e'tirof qildiganligi va Uyg'urlarga bir asonlik millat etnik deb qaraydiganligi Xitoyning emas, barliq davlatlarning hukumatlar. Buni bilmaydigandek ekan. Mening nazarimda. Shunga masala mushadan kelib chiqib atamdi ekan deyman. Shunga bular ananiki nimani o'ylashidi desangiz, biz davlat bo'la olamdik. Xalqaro qonunlar bormi bizning davlat bo'la oladiganligimizga deb mundaq konferanslarni o'tkazdi bular endi. Milliy konferanslar atalmış. Biz davlat bo'la olamdik deydi. Ya'ni ularning ideyasida nima desangiz, ularning ideyasida biz asonlik millat. Ananiki biz burun davlat emasdik, chunki hozir mana Xinjiang o'lkasi bu. Bu bir o'lka. Endi mushuni davlat qila olamdik deb o'ylaydi. Endi bu nima bo'ladi desa xalqaro munosabatlarda bu bo'lgunchilik bo'ladi endi.
Yani sen muşu an bilen, yani men asıllık millet, menimki turib atkan ziminim Şinjan ülkesi degan muşu narsalar bilen, bütün halkara etraf kıldıgan muşu an bilen, sen emdi devlet kuraman desen, sen bölgünçü olsa Xitayning mı to'g'ri, xalqaroning mı to'g'ri sen bölgünçü. Elbette sen bölgünçü. Sen nima deb Şinjanni bilib chiqsa hamdi, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'den, unda sen bölgünçü. Deydigan gap. Şuna bilen ananıkin bulağa yeni ügütüdü bula hamdi bu garip. Şu NED'dek taraflar hamdi. Xitay bilen qıladigan münasebetler soğudusu üçün. Bula ügütüdigan gap. Hey sen Cumhuriyet'deki bir asallık millet. Lekin senin öz takdirini özü belgileydigan hakkın var. Bu hakda sen avtonomiya talep qilsang mı buludu, hatta mustaqillikka mı yetkili buludu bununda. Bu degan asallık milletlerinin siyasi talepleri deb ügütüdü bular. Üretkenlikin, onda bular ekan deydi bular, lekin bular deydi ananikin. Lekin bu degan asallık milletinin öz takdirini özü belgileşten ibaret siyasi hukuk talepleri boğallığı üçün bununda tinchlik yolu bilen, siyasi yolu bilen qilmasang bo'lmaydi, qurol ko'tarsang bo'lmaydi, zo'ravonlik qilsang bo'lmaydi, kuchlisan bo'lmaydi degandan bular voy mana xalqaroning qonuni mundaki emasmi? Biz kuch ishlasak bo'lmaydi-ki, biz tinchlik yo'li bilan qilar ekanmiz deb, andan keyin bizning dağdığılık dana teşkilatlarımız andan keyin o'zlarining nizomnomasiga, o'zlarining missionisiga, vazifasiga, milliy vazifasiga nima deb yozadi desangiz, tinchlik yo'li bilan deb yozadigan. Chunki ashtaq ügütildi bularga, chunki tinchlik yo'li bilan qilmasa, uchoqda chataq chiqadigan gap endi. Xalqaro qonun xilof bo'lgan. Endi bularning hammasi nima desangiz, shu qo'shib olishdan keyin xalqaro munosabatlarda Sharqiy Turkistonning davlat emas, balki bir o'lka ekanligi muqimlashib bo'lgan, qonunlashib bo'lgan va Uyg'ur millatining yoki Uyg'ur ulusining bir etnik ekanligi, asallik millat ekanligi muqimlashib bo'lgan, qonunlashib bo'lgan mushu asosni oldin ola qabul qilib olib, bizning tashkilotlarimiz va inqilobchilarimiz anandan keyin ish boshlaydigan. Xatolik mushaning kelib chiqqan ekan. Deginingizga qo'shilma, ya'ni bizda asosli Xitoyning sep qo'ygan Xitoy ishlab bergan paradigma bilan shu o'ylash butun hamma narsa qilibini chiqarib bergan qilib bilan o'ylaydigan ish bor. Endi tinchlik bilan deganingizda tinchlik, ya'ni bu tashkilotlar biz bütün Uyg'urlar vakillik qilgan tashkilot men davomlasa tinchlik bilan qilamiz desa bo'laverdi. Mesela agar g'arb diplomatiyasining tili mush bo'lsa, mening tashkilotim tinchlik bilan hal qiladi, ammo u Suriyadagi yana bir yerdagilarning qurolli qilishi o'zining ishi, u g'ayrim tashkilot bizdan desa yana bir sil maslashida qarshi chiqadi. Masalan, boshqa millatlarga, boshqalarga qarang, urushayotganlarga, masalan, Kurdlarga qarasaqmi, bularning necha qo'li bor. Turkiyaning ichida bir siyosiy partiya va parlamentning ichida. Yevropada har xil inson haqlari, u bo'ylab Uyg'urlarda 200 tashkilot bor deb ba'zilarning ko'ngli yerim bo'lib ketadi. O Kürtlarda az 500 tashkilot bor dunyoda. Ba'zilari kültürel teşkilat, bazıları ilim ma'rif teşkilatı, bazıları siyasi teşkilat, bazıları insan hakları, ama bazıları qurolliq, hatta bazıları mafiya Kürtlerning bazı teşkilatları Avrupa'da. Muşundaq hammasi o'rtaq bir yo'lda bir-birisiga pas chiqarib mang'alaydi bular. Hech qaysi hatta Turkiyaning parlamentining ichidagisi tog'dagini terrorchi demaydi. Gerilla deb turib oldi, partizan deb. Yani bularda bir boshqalar tishlab bergan deydi, buni turklar yoki o'zi tishlagan bo'lsin yoki haq tishlab bergan bo'lsa, ishqi bir shuur bor bularda. Ve shuurda hammasi bir yo'lda mengayotgan odamlar bir-birisiga pas chiqardi. Bizda bo'lsa bir tal narsani ko'rib qolgan odam, abay siz degandek chet elliklar bu o'z taqdirini o'z belgilashiga asonlik millatlarning huquqi mana al desa, oshini ilib biz eng to'g'ri yo'lni tepib oldik deb o'ylaydi ekanda bizning odamlar. Mushu to'g'ri yo'l. Mushu yerdan mansaq biz hal qildik ekanmiz. Nimishqa
Çünkü inidi evetken 2 tane Uyg'urshunos bunu dedi bizga. Uyg'urshunos degani antropolog, ya'ni insonshunos. Mening cho'ng dadimning birisi mushuchu. Bu Uyg'urlar, bu g'arblik do'stlarimiz an dedi, man dedi deb yig'ib olgan ziyolilarimizning tangdan to'lisi antropolog. Bular insonshunos. Bular nima bildi xalqaro siyosatni? Xalqaro qonunni, xalqaro siyosatni, bunday tarixdan kelgan ehtinomalarni ve ehtinomalar buzulsa qanday oldu, qo'shilsa qanday oldu ve bugungi Sharq Turkistonliklar qurol ko'tarib chiqib biz vatanimizni olamiz, biz o'lgili mangduq desa, uning to'g'ri olamdi, xato olamdi, bu insonshunoslik nima bildi uni? Shuning uchun bularning maslahat ilayotgan odamlarning sohasida masala borchu. Tamam, Uyg'urlar nim tamoq yeydi, samsini qanday yaqidi, nonni qanday yaqidi, kuyunigi qanday, yelmijnas qanday, uningda masala yo'q. U insonshunos do'stlarimiz bilan uni so'zlashsak bo'ldi. Lekin xalqaro munosabatlar bizga qaysi yo'l muhim deganni bu antropologlardan bekrak. Endi bu narsam xato ketmasin, bu Yevropadagi bir Kurt bizga yaxshiroq deb bera oladi. Chunki ular qilyotidi 40 yilning yog'i bu antropologlardan qamlashtirib qilyotidi. Bu deganim, ya'ni men Kurtlarning o tarafini qo'llaymi deganligim emas. Lekin ularda amaliy tajriba bor, ular biladi. Hatto bilamsizki 93 yıl çıkan Germaniyanın bir reportu var, Germaniya istihbaratının. Deydi ki Avrupa'daki heroin etkesçiliğinin 20%'den 40%'gacha bo'lganini Kürtlar qiladi. Yani bular bizga o'xshash inidi, amin demaydi. Bular biz pul topamiz desa, qurol olamiz desa, bular buni mi qiladi? Ve uni faxrlanib turib qiladi ve Germaniya istihbaratı mı biladi buni, hamma odam biladi. Germaniya ko'zini yumadi bularga 30 yil Yevropaning heroin savdosini mushlarga berdi. Yani qarang, olada bir tinchlik bilan inson haqlari u bu emas. Ular rasmiy bir narsa o'ynayotgan joq, xalqaro sahnada bir aktyor bo'lib, tinchlik desangiz tinchlik, inson haqlari desangiz inson haqlari, akademiya desangiz akademiyasi va yana bijimisi va uningdan sirt qurolliq teşkilatları var. Onu dünya terörçü deydi, tamam. Onundakin maliye cihette her etkesçileri var. Bulağı kuralını Amerika gördü diyen bilen bak Suriye'de emdi bulağı maşallah şuaklarla ekirip bir vatıdı. Burun onda demeydi ki. Burun Rusya'dan tatı vagan Çeçeniye duya bir adı kolgu düşken Kalashnikov'unu berdi. Bulağının etkesçileri yetküzüttü. Yani benim demek çoğunu bu körüngini bu bizning tashkilotlarning qilayotgani bebelarning cho'g'i yana oyog'i chiqqan ellaylarning qayoqqa mangman desa 4-5 yillik antropolog insonshunos man san yaxshi yo'l desa buyoqqa manga og'zida soska dedi. Ketayotgan ishchi bu bizniki. Amaliyotda bir pishqan ishda, masalan Suriyadagi Uyg'urlar, masalan siz bu boshqa programmamizda ko'rdim men chiqishdan burun. Yani o İslamcı teşkilatlar ya İslamcı teşkilatını qo'llaganlar bu Cumhuriyetçiga ovoz bermaydi ama Cumhuriyetçi onun ovoz bermaydi. Bu ularning hammasini haqqi deyapsiz. Yani qo'shilaman. Masalan, men bu bir sekulyar Cumhuriyetçi. Ben şeriat tuzumidagi davlat bo'lishini xohlamayman, ya'ni men qo'llamayman. Lekin xuddi siz degandek bizning aramizda bir turkum xalqimizning biz shariatchi deb qurol ko'tarib chiqqan birlarini qo'llaydigini bir reallik. Yani biz üstelinin bu partisi olsak, ulu üstelinin A partisi. Ama o üstelini bozması gerek. Oturuş gerek, sözleşiş gerek. Benim meydanım bu şu yani. O reallıkını kabul kılış gerek. Ende herkes mi işkandak bir halk meyli kaysı yolda olsun kural götürüp çıkan özünün namını yani Şarkı Türkistan'da gelsin, Nihat Türkistan'da gelsin götürüp çıkan bir grubunu özü terörçü de demeydi şu. Mesela bir tane Kürt siyasetçisi ya bir tane Kürt nime PKK'ni terörçü demeydi. Hazırgıçı demedi, 40 yıl deyüzemedi. Ulanı urup baktı, destek baktı, çeylep baktı, solap baktı demedi lekin. Şunun için bizde mi eğer de resmi bir ulusunun tiriliş hareketi ya kurtuluş hareketi olsa bizde kurallık teşkilatlar mı buluş gerek? Ulanın ideyesi biraz vatanga merkezleşiş gerek. Yani o ayrı mesele onu talaştatışı. İnsan hakları deganlar özüne biz hemisi bu şu davanın hemisi bu şu devam etmesi gerek. Bizde
etkesçiler oluş gerek, zehir etkesçiler oluş gerek, koral etkesçiler oluş gerek, lüksçekler oluş gerek, karı gruplar oluş gerek, mafiyalar oluş gerek, onundaki ziyalılar oluş gerek, akademiya oluş gerek. Bu bir milletning qutuluş hareketi degan bu shunda bo'ladi uchun butun hammasi hep bizning lüksçeklerimizning mafiyalarimizning qildigan nurg'un ishi bor vatan ko'rish. Hattoki bir millatning fohishalariga vazifa tushadi bir millatning ulusning qutuluş hareketida. Bunda nurg'un tarixda nurg'un narsa bor, ya'ni nurg'un erlar bilan alanmagan, qilanmagan ishni shu yo'ldagi qizlar bilan qilgan nurg'un ish bor. Şunun için bir ulus eğer kutulumen dese biz top yakın uğulaş çolaş hemmimiz hareket götürdüğün bir müstakillik yoki kutuluş hareketi bir movement deydigan bolsak bularning hammasi bizning qo'limizdagi kuchli aktyorlar. Endi sizlar shu men ko'rgan programmada nim qilganingizdek sizning nihoyatda o'tirg'i qo'yib kuchab hatta tushuntirmayapsiz shunchalik tirishsizmi? Men bu shu tushuntirmayotgan narsa shu. Meclis mushu butun top yakun hamma narsa eng o'ng tarafdagi shariatchisidan eng so'l tarafdagi dinsiz ateistgacha Oralarning kommunistlari bo'lsinmi de? hamma taraf o'zining ovozini chiqara oladigan bir bilan munozara qila oladigan eng muhimi madaniy shaklda munozara qilib yengilse yani ko'pchilik bununla qarshi ovoz bersa shuni qabul qilishni o'rganish kerak. Üstelini öğretmesi gerek. Yani şundak ya toplansa bir adamda biraz yani meclis şu olurdu da bu gibi tüydü de biraz nimi gibi kirimiz hem de sürgünlük hükümet meselesi gibi bu. Mesela bizden hazır sürgünlük hükümet var deydi, parlament var deydi. Biz ilgi 20 teşkilat bir yere yığılıp bunu resmi halkının kollaşıga, halkı içip halk kollaydıgan bir nesi aylandırıyoruz diyen to'g'ri ki o bom mu diye, amalga oshmi diye bunun cık sebepler var onu değişmeyli. Fakat mesele parlament degan nima? Ya parlament degan en addiy inson benim bir ma'lumimning bir shu shariylishi vatdi izohati men eng yaxshi ko'rdigan. Parlament degan nima desa, parlament degan mesela siz hukumatning bosh ministri bo'lsangiz, deydi men ma'lum, sen bosh ministri bo'lsang deydi men, ha desam, parlament degan ichidagi odamlarning 20 atdigandan kechgacha seni tillaydigan yer. Parlament. Yani bu parlament deganning 20 o'qituvchi bo'ladi. Bu odamlar atdigandan kechgacha hukumatni tanqid qilish kerak. Ve o hükümet şu tenkit kılışını kötüreliş gerek, şunu biliş gerek, düşünüş gerek. Bana karşı geqiga adamın hiç qaysan kirmeyse bu yerga dese o parlament olmaydı. Parlament degenden reallıqı, haqiqati şu 20 etdigenden kechgacha sizni tillaydi. Ve bunu xalq qurultiyi oldu. Xalq qurultiyi. Xitoyning xalq qurultiyi iqtidardan vakil Oldu. Şunun için biz zaten bu neslerini rast bilemdik. Ya ki bilmemdik. Ben iş kılıp program başlaşından aldığımı kıskalan bir söhbet kıla aldık. İş kılıp işimizi teskiye bizden. Bizden işimizde bu işlerini düşünüdüğün, bu işlerini bildiğin mesela hükümet degen neymi? Devlet degen neymi? Parlament degen neymi? Ulus degen neymi? Ya ki bronk neymi? Millet degen neymi? Bu neslerini bildiğin kança adam. Ya sizin bu nimede menden çıkışlarını jittiniz bu davada menden uzun tuttunuz. Cık adamlar bilen menden cıkırak görüştünüz. Benim bir şeylik 10 neticeli akseptiki ballar tukan 20 yaşlı. Sizden men sorayım da ahirki sualını. Sizce bu şu devlet degenli mi, ulus degenli mi, millet degenli mi, top yekün ulaş çulaş kutuluş hareketi degenli mi, hükümet degenli mi, parlament degenli mi? Sizce kançılık adam şunu da bu davası yapıyordaki kança adam var bu işlerini bildiğin şunu da siz köygen. Hem de ekranda ko'rarmanlarning oldida ba'zi masalalarni men bir riyoset suputim bilan deyolmayman. Lekin sizning bu savolingiz men rasmiy mas'uliyatchanlik bilan javob beradigan savol bo'lganligi uchun men dey masalan javob beray.
Ben bundaq adamni görmedim davayımızda. Bizning milliy azadlik hareketimizde bundaq adamni görmedim. Hatta en akallisi mesela hükümetinin qandaq bulduğanlığını bilmeydiğin dursa. Hükümetinin qandaq bulduğanlığını en akallisi hem de en akallisi. Mesela bir devletning birden artık hükümeti bulmaydiganlığı. Eğer birden artık hükümet olsa o devlet olmaydiganlığı. O içki urushga kirib Urush, qolgan urush. kelligi ikkilar urushi bo'lib qolgan bir country nim deymiz hem de devlet emas o hem de maşta Memleket. memleket Ülke. bo'lib qolganligini bilgen bolsa bir hükümet ikki buluştun burun yüzü kızarıp hıcılıp çıkıp gidiyordu onda adam. Lekin bular onda kımmet emasmi. Bir hükümet aslında iki hükümetdi hem de. Lekin 5-6 qilib etdi. Yine şundaq turupmu yine yürüşüdü bular hem de. Bu nim degan gap hem de. Bu qandaq gap. Buni tushunib qilyapamdi, bularga tushunmay qilyapamdi. Agar men bu yerda ikki narsani deyalayman. Tushunib qilyapgan bo'lsa sotqinlik bo'ladi. Tushunmay qilyapgan bo'lsa do'tlik bo'ladi. Ikkidan biri. Ya dört ya hain deb bu formulaga tushundik ya biz. Men burun degandim ku indigenous people'ni bilib qolgan bo'lsa, bular hain bilmay qolgan bo'lsa dört deb. Aslında ondan qanday ayıralaysiz bularni ham. Adamdan keyin Muşu parlament kuruş, meclis kuruş degan gaplarni bakchiq deyishib ketdi. Masalan, men muşu ilqi ma hukumatning chiqib ketishdan xijilib, izotat deb yüzümni yurdigan yer topolmay 5-6 yil yurdim men qirg'oqda endi. Muşu parlament, meclis, taraq-turuq degan gaplar qilib ketdi, lekin bular parlamentning qandaq bo'ladiganligini, meclisning qandaq bo'ladiganligini bilmaydi. Bular qandaq nim qilolmaydi. Üçüncüden. Bu parlament degan aşı devletning o'zi shu asli. Masalan, her qandaq bir devlet qarasangiz, devletning o'zi shu parlamentdan chiqadi. Masalan, parlamentda birinchi hokimiyatdagi qonun chiqarish hokimiyati. Qonun chiqarish hokimiyati degan nima u? U ashu millat vakillarining, butun bir millatning vakillarining hammasi o'tirib qonun chiqaradigan yer. Shu millatga qonunlarni chiqarib beradigan yer. Devletning qonun chiqarish hokimiyati bu. Bir. İkinci hükümetçi. Hükümet aşı milletninki, aşı parlamentdeki, aşı milletvekillerinden çıkarıp bergen kanunlarını milletke icra kıldıgan aparatta. Şunu olan o hükümet nim bulap gidiyor dese bir ministerlikler olup hatta ki mesela ormancılık, milletning ormancılığı, milletninki qatnışı, milletninki mesela maarifi, milletninki mesela armiyesi, milletninki mesela nim deyimiz iktisadi, pul muamelesi, maliyesi, medeniyeti, milletning hamma sohalarida birden ministerlik bo'lib, shu milletning shu xizmatini qiladigan ishini shu qonunlarni ijro qilib turdi hamda. Bu davlatning ikkinchi partisi hamda. Devletning üçüncü partisi nima deseniz anlayken muşu milletninki adliye sistemisi oldu. Shundaymi? Adliye sistemisi. Ben bir şeyde sizni kesey. Özara söhbet olsun. Yani bek muhimiye geldiniz. Hükümet, meclis ve adliye dediniz. Bu müstakil bo'lgan bir devlet için üç narsa kerak. Ama müstakil bo'lmagan bizga o'xshash kurash yo'lida emniyete dikkat kılsanız adliye bilen hükümet kerak emas. Ama meclis şart. Yok ben hazır biznikini demayapman, bularninki parlamentga bo'lgan qarshini deyapman, tushanchisini deyapman. Yani, tamam ben başka yere götürgen, yani noktunu başka yere götürgen, muhim yerine. Yani mesela değil, ama yakın misalım bilen kesem,
Türkiye'nin kurtuluş uruşuda hükümet yok. Hükümet İstanbul'da işgalda. Hükümet. Ama bütün uruşni, hemen nesini baş koygan maliye, yani bir nesi halkını seferber kılış, hemizlikini Ankara'daki meclis. Yani eğer de biz müstakil bolumuz desek, birinci mühim şart meclis. Onundaki hükümet bulamda, o hazır hükümet doğrusu diginizge bütünlüğe koşulu be, şunu nemisi var diginizge, şu ayağı var, bütünlüğe koşulu be. Dilyar, ben nimemle toluqlu gitey. Hazır bizden meclisligimizde mi? Muşu üç hakimiyet buludu. Şu hakimiyet buludu. Nime deseniz, mesela biz Milli Kurultayı kurduk, Milli Meclis kurduk. Bu Milli Meclis'te vekiller var. Şundak ko. Her bir teşkilattan, ya mesela şahslardan terkip tapkan vekiller oldu. Mesela bu kurultayımızda, Milli Kurultayımızda 50 adam var deyli. 50 adamның her bir teşkilattan 2-3 bolsa degen nurgun teşkilatlarga vekillik kıldan vekiller oldu. Muş vekiller bizninki milli azatlık hareketimizningki kanunlarını, yani kararlarını çıkardı. Biz bu kanun dememiz karar deymiz. Kararlı, yani milli azatlık hareketimizden kararlarını çıkardı bular. Kandak hareket etparimiz, nime kılımız, kandak kılımız, diğerlerinin heminin kanunlarını ve münasebetlerini, teşkilatlarına otursun münasebet kandak oluş gerek, ademlerimizden otursun münasebet. Muşu kararlarını çıkardı. Muşu kararlarını çıkardıkan muşu vekiller hem de parlamentteki kanun çıkardıkan vekiller okşaş çıksı birge. Hem de ikinciden muşu çıkargan vekiller çıkargan bizning muşu milli mecliste yoki milli parlamentda yoki milli kurultayda çıkargan muşu kararlarını icra kıladigan icraiye komiteti oldu parlamentda. Şundan emasmi? Yani milli kurultayning, milli meclisning icraiye komiteti oldu. Muş icraiye komiteti hükümet. Doğru. Muş icraiye komiteti hem de bunu icra kıldıgan gap. Hem de muş milli meclisine yoki milli kurultayının içinde üçüncü bir hakimiyetimiz oldu. O bozumu kararlarını hükümetninki nimenin deyimiz icraiye komitetinin kandak icra kıvatkalılığını küstüdüğün bizninki ananınki mesela adet bizim teşkilatlarımız müfettiş de koyduğu mesela müfettiş, teptiş degende. Mavu hem de bizim erliyemiz oldu. Demek bu bizninki Milli Meclis yoki Milli Kurultayda bu hakimiyet var, lekin anda siz degan hazır degandek şekilde atalmaydı o. Lekin u şu şekil asli. İcra komiteti şu, teptiş mahkemesi şu, anandan keyin kurultay aldıgan kararlarını kurultay yoki siyasi kengaş deyli mesela şu nimedeki Milli Meclis'teki bular degan karar çıkardı. Yani bular kanun çıkardı, karar çıkardı. Okşar. Demek bizde asli biz eğer birer milli meclisine yoki milli kurultayını kuralasak bizim ne hükümete ihtiyacımız var, ne ihtiyacımız yok hükümetke. Şu kurultayının, milli meclisinin icra komiteti şu hükümetimiz hem de. Hükümetimiz şunda oldu. Mesela Palestin Azadlık Teşkilatı, o teşkilatın teşkil tapkan bir kurultay bulanın. Palestin Azadlık Teşkilatı degan. Şu Palestin Azadlık Teşkilatı'daki 6 teşkilatın komünisi var, milletçisi var, dinçisi var, demokratçısı var, halkçısı var, halkçılısı. Okşamaydigan 6 teşkilatınki birlikte kurulgan bir kurultay şunu bula Palestin Azadlık Teşkilatı dep atadı. Ve şundaqla bu Palestin Azadlık Teşkilatı degan asli bu icraiye komiteti kurultayının. Onunla Yasir Arafat'ni Fetih degan Fetih'ninki başka bir teşkilatınki reisini başlığını muşu icra komitetining reis kıldı. Şuna bilan aşı hükümetning reisi de işlanıp ketdi deydi vaqtida Yasir Arafat. Demek bizde uçakta hükümetke ihtiyacımız kalmaydı. Anladın hemme teşkilatlar muşu mecliste, muşu milli kurultayda bizden hazır ikeylen digen muşu prensip asası da bütün kararlarını çıkardı. Muş üç prensip hayırlı kılmaydı kararları da şunda mı? Muş üç prensip asasen kararını çıkardı. Adamın icra komitesi icra kıldı. Teftiş mahkemesi küzdüdü. İşimiz şunda yürüyüp gidiyordu.
Endi işkimiz bu nimeni teki muş programının 5 minutdan aldı biz görüştük. Onu aldım o Clubhouse sözleşkenimizden başka alakamız mı yok. Hem de hazır timinin ahırsı yani ötkenki sizden ablacan Leylaman efendim bilen boğan programımızı görüp ben gapni aşağıda çıkarıp kalıyorum. İşkimiz bunda meclis mında oldu. Çıkardı desek hem de Musa Bayvalı, Ahmetcan Osman birleşip meclis kurduk edip ağırıp kalmasın birileri idik olsun. Abi ya görüştük de işkimiz. İşte mening tecrübem aşı xuddi siz degan hazır siz tushundirgan hatto qaysi kuni ekranda tushundirman deb shunchalik neqibsizligin menimcha tushunmabdi. Aşı narsa edi bizning maqsadimiz, ya'ni 20 tashkilot bir yerga kelsa, o 20 tashkilot mansa, onun keyinda shu 20 tashkilot birsi bir ikkidan vakil chiqasi 40 odam, 3dan vakil chiqasi 60 odam, shu majlis degan shu amaliyotda. Andan keyin teshida qilib kirishga ulgurmagan biz bak jiddiy ketib qolgan bo'lsak 20 kirolmay teshida qolganlar kiringlar desa teshida qolgandan bir 10 tashkilot kirsa shu 30 tashkilot birsi 3dan vakil chiqarsa jiqib ketadi 90 adabchi. Shu majlis asli shundan shakllandi. Ya'ni bizning maqsadimiz shu edi. Ammo hozir bir yana majlisdan gap chiqsa yana bu ikkisi majlis qurdiga o'xshaydi deb qo'rqib ketmasin, birlar og'rib qolmasin. Ya'ni men shaxsan bu millat uni qila olmaydi degan gap bo'ldim men. Tamam. O meclis şekillendiriş, o işlerini bu abay sorgan sualım şu için sizden bu işlerini bildiğin kança adam vardı. Ben bu işini bildiğin adamlarını köydüm, o adamlar ben ziyali edip durvaldık ya kendini destek, iş düşmeydik ya. İş düşüp bundan sonra ben dernekçi, ben teşkilatçı edip meydana düşkenlerden bu işini bildiğin, ne kıldığın ben tüzek adam köymüdüm yani. Ameliyatda shunchalik oddiy tashkilotlar shu partiya sizning arkada deganlaringizni ko'rib astag'firullah deb ketdim. Shu bizga partiya qurishning hojati yo'q amaliyotda tashkilotlar shu partiya. Senator majlis a'zosi kerak emas amaliyot shu tashkilotlarga ya'ni bu kurashda siyosatga aralashadigan qo'sh tirnoqning ichida siyosatga aralashadigan va qo'rqmay men Sharq Turkiston deyman degan odam shu nopos biletini tashlab bo'ldi shu tashkilotlarga a'zo bo'lib kirib o'zini qo'llaydiganidan men qo'llaydigan ma'bu deb bo'ldi. Evet. Ya'ni nima uchun davomli mag'lub bo'ldi? Saylam qilamiz deb mag'lub bo'luvchi. Chunki o saylamga 10 odam bilet tashlamaydi hech kimnikiga. Burun surgunlik hukumat bizda saylam qilamiz deb chiqqanlar bo'lgan. Shuning uchun agar qutulamiz desak, bu yo'ldan chiqamiz desak, iliqi abay deganimizdagi og'zida so'ska kichik valdak emas, bu rasmiy bir qurilma bilan topyekun bir ulusal qutuluş hareketi başlash kerak. Uni başlash uchun majlis yig'ilish kerak. Majlis shu tashkilotlar bir yerga kelib, bir kontraktda, bir to'xtamda biz ma qoida bilan ish qilamiz bundan keyin deydigan narsa. Bunga azroq sapa kerak. Bizda bir odam bir ishning ishchida bo'lsa, u narsani ulug' bildiki, ammo azroq tepishib qolsa, köttere deb tashlab chiqdi ekanda, ya'ni ulus bo'lanmaganliksiz bir şeylik savolimiz millatmi biz dedimiz ya ulus ma'nosida. Men bizda bo'lanmadik dedim, sababim shu. Bir uluslashgan, bir millatlashgan bir qavmning önderleri, tashkilot rahbarlari ya oldida kelgan odamlari o'zining ziddiga yoqmasa ko'tara yani deb chiqatmaydi. U qabilalarning qilgan shu. Millatlar, uluslar men bu yerda ko'tara deb maishni buzib etsam, nim bo'ladi oxiri? Ma ulusga nim bo'ladi, millatga nim bo'ldi deganni hisoblaydi. Millat bilan qabilaning farqi shu amaliyotda. Qabila bug'dim birini etib kelib, menga oldi pochaq menga kammidi, qo'sqim to'ymidi, ko'ta qasqinani desa u qabila. Ammo millat degan bug'ni etib kelib, mani manda bo'lsak, miyada xotirjamlik bo'ladi. Bizde cidel çıkmaydı. Kim başka qabilaga bizga hujum qilsa, biz uni yengalaymiz, birlikni buzmasak deganni o'ylayolsa, u millat. Bizde shuni o'ylayolmaydi ekan. Shunga bu millatlashamabdik bizda. Biz qabila ekanmiz, shu amaliyotda qaldimiz. Bu şu deganiniz ne? Şu deganiniz ne mesela? Vermellerge. Eğer bir addilaştırıp ulanın aldığı koysak nime buludu dese hazırlık içe
bizning tashkilotlarimiz yoki bizning odamlarimiz shu qo'shbashning ichida kurash qilayotgan yoki harakat qilayotgan yoki ularning tilidagi da'vo qilayotganlarniki o'zining davlatining munqarizligini tanımaganligi, o'zining davlatining munqarizligini tanib, o'zining aslida bir millat ekanligini bilmaganligi. Muşundan kelib chiqadi hamması. Şuna siz hozir dediniz, u aşındaq bir tuyg'u, siz şuur dedingiz-ku, abay. Sure. Aşındaq tuyg'u bo'lmagandan keyin buningda bu anandan keyin muşundaq bir birlikning, muşundaq bir milliy birlikning ahamiyatini tushunmaydi, bilmaydi. Bundaq odam qanday qilib xalq yetaklayolmaydi yoki bir tashkilotni yetaklayolmaydi, o'zini yetaklayamayotgan bo'lsa, o'zining ideyasini, kallasini yetaklayamayotgan bo'lsa, u qanday yetaklaydi? Shunga ikkimizning suhbatidagi dastlabdan boshlangan masala shu. Masalan, ya'ni oldin sizdan so'raganim shu, siz millat deb qaramsiz. Amaliyotda mushu biz ikkalan hozir tanqidlayotganlarning hammasi nima desangiz, o'zini yoki xalqini millat ko'rolmaydi. Millat ko'rolmaydi. Chunki u davlatini ko'rolmaganligi uchun millatni ko'radi. Yani ulus ma'nosidagi millatni da'vatimiz juma qarindoshlar. Yo, Uyg'ur millati deb chiqibsizlar qarindoshlar. Albatta, hargiz Xitoyning tilidagi osonlik millat yoki etnik demayman. Ya yani ishkimizdan deyishyaptimi, ma ko'rurmanlar tushunsinda, ya'ni ma Ahmadjon efendim ishkimizdan deyishyotgan millat bu turkchidagi millat, ma uyg'urchidagi millat emas u. Ya'ni ulus yani madashlar. Şuna Sual çıktı. Milli Meclis zadi qandaq barlıq, Milli Meclisni zadi qandaq barlıq keltireleymiz. Eğer çoxum ciddi barlıqqa keltirishga to'g'ri kelsa debdi. buna siz cevap veremsiniz, ben cevap vereyim. Ya Milli Meclis'ne bu ne hem adam her xil oturup koydu. Mesela 3 profesör çıkıp üst birlik dedi. Şu üst birlik mi şu meclis ameliyette. Birisi parlament dese o mu meclis ameliyette. Şu yani bizning qilmoqchiligimiz 20 tashkilot bir yakileyli 10 tashkilot bir yakileyli deb qilgan ishimiz shu. Hammamizning da'vat qilayotgani shu bir ish yani. Üst birlik deganimiz shu, meclis deganimiz shu, hammasi bir ish. Yani qanday barliq keldi desa bu oddiy amaliyotda hamma tashkilotlar birisi 2dan yo 3dan adam chiqardi, bir yerga yo'llaydi. Bular bu yerda munozara qilib, so'zlashib, birlikda Sharq Turkiston mustaqilligi uchun bir yo'l sizib chiqadi va bir yeni bir meclisning nimasini, nizomnomasini, ya'ni biz manda qanday qilsa bu yerda jidalchi ketmasdan, qo'pab ketmasdan, ovoz ko'p sonliq ovozga oz sonliqqa hurmat qilgan asosda qaror oladi. Ya biraz medeniyet yani biraz sapa gerek. Başka narsa emas. Onun için şu yer şekillengendiği için muş teşkilatlarının rehberleri hammasi kelgandan keyin onun için bu yani bekçi qolib ketdik, 60 bo'lib ketdik, 20 teşkilatda 3 adam keldi, bu to'g'rida yig'in açsaq, mana budak söz kelgach 5 saat ketdik desa, ya bu 60'ning ijroiya komiteti yani ma 9'i mala ishini qilsin, biz hisob so'raylik bulardan. Ayda bir görüşeyle dese 9 adam şu hükümet ameliyatı. Ma bu nime? 60 adam bu parlament ameliyatı. Onun çoğun parlament bizimle isim koyuluşuna ait yok. Fakat onun funksiyası buluş gerek. Yani halkla teşkilatlı sayılıp evet ki vekiller münazır kılalış gerek. Onun kendin bir karar alış gerek. Bula bir 9 adamını sayılıp ma 9'u işini kısın. Emeli kıldığın icraatını kısın dese ular zaten ministerler şu, hükümet şu. Onu çoxum minister deb ataşning maaşı yok. Abay PLA'ni dedi, Palestin Azadlık Teşkilatı'nı. Ulanın minister u bu deb atalgını mı yok. Bize kelip icra komitesi deb saylanğını şu minister emniyet Palestin hükümeti deb onu düşünün. Elbette. Şunu şu qiliman desa nayt oson, hech qanday narsa ketmaydi. Lekin bu bizdagi birinchisi qora jaholat va qizil jaholat var ki. Men yana bir falsafa deb chiqdim. Benim tecrübemga asoslanib bizda ikki jaholat var ki. Birisi qora jaholatga hech nima o'qimagan qap-qora jaholat. Ikkinchisi qizil jaholatga bu hali kommunistlar bunisiga hisob qo'ygandim, chet elda so'zlab yuradigan qizil jaholat var ki.
Bu qara jahalat bilan qizil jahalatning demokratik dunyoga, erkin dunyoga chiqqandan keyin o'ziga bir berikim, yangi bir narsa o'rganmaydi ekanda, bular shu ya qara ya qizil jaholat bilan yuraverdi ekan. Bizning oldimizdagi eng chong to'saq shu ekan, qara va qizil jaholat, ya'ni jaholatimiz. Ondan keyin biraz sapa, biraz ong yani. To'xta, men bu qitim saylamda yengilib qolsam nim bo'pti? Abi 3 yil ta'xir qilay. Mesela Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi men tushiribdi boshqa atiblikdan. Ama yamanlab chiqatmadim, ya'ni ama 4 yil o'tirib turay, 3 yil. Angi 3 yilga qaytib kelsam nim bo'pti? Yani çokum men bo'lmasam, mesela deyli, biz sürgünlük hükümet var deyli, bunun beşidi men bo'lsam bu millet azat oldu. Eğer onun beşidi men bo'lmasam bu millet alek mi olamdı yani? Bir edemge bağlıq mı bu iş? Ve bir 4 yıl demiklay, başkalar kısın. O kamlaştıranmasaylık meni Şambila izleyiciler deb Türklerden gibi bu ama bunda poğaçaya qaytib kelishmi bir siyosatda bir san'atchi. Qara men batdim. 4 yil meni tushirayotdinglar ketdim. Ish mangmabdi, mana men po'chaga qaytib keldim debmi bir 4 yil boshqalarga bir huquqni haqqa o'tkazib o'tib turibmi siyosat o'ynaydigan ish bor. Ba vaqtimda qadrim bilmadi, yo'qligimni bir ko'p deb nozlanish bor siyosatda. O shu bu yo'qganda bu bizda yo'qmi biz yotaman shu meni bu qanday millat bu, ben hayron qoldim. Bu mesela 4 yil ben bo'lgan bo'lsa bu 4 yil siz bo'ling bir ko'ring, benim tatgan japalarımda bir ko'ring deydigan o'g'i yo'q ki bo'ladi. Bu Dilyarninki ma so'ragan savol so'ragan ko'rarmanga xitob qilyapman. Dilyarninki bergan javobi savolga men butunlay qo'shilaman mushu shaklda qurilishiga. Lekin bir nuqtani qistirib qo'ymoqchi, bu bo'lsa-mu her qandaq tashkilot, yani bizning Milliy ozodlik harakatimizda harakat qilayotgan, yani o'zini men Sharq Turkistonninki egilik huquqini qaytarib olish uchun kurash qilayotgan bir tashkilot desa o'zini, her qandaq bir tashkilot o ideologiyasini ma u milliy nishonninki oldiga qo'yib olmay, milli nişan onun ideolojisinden üstün duruş gerek. Eğer undaq bulmasa birlik bulmaydı teşkilatlarda. Mesela nimdeyli İslamçılar deyli. İslamçılar Şarkı Türkistan azat boğanda devletinin şekli şeriat bilen başkurulduğun devlet, dini devlet oluş gerek deydi. Okey. Buludu. Çatak yok onun da. Çatak yok. Herkes çatak yok. Ananınkin mesela demokratları Şarkı Türkistan devleti, Şarkı Türkistan'ın ilgili hukukunu tatip algandan keyin biz Xitoydan qo'limizni qaytirib kelgandan keyin devletinin şekli demokratik oluş gerek deydi. Nayt to'g'ri, pechat. Aşına buluş gerek. Yok. Devletinin şekli diktatorluk devlet olmasa biz bunda xalqni boshqarib olmaymiz. Yenidan azat olgan xalqqa diktator gerek desam, u mu to'g'ri, bak to'g'ri, bu mu to'g'ri. Lekin bu yerda mushu 3 to'g'rini sen bu 3 to'g'ridanmi muhim ve ciddi bo'lgan bir to'g'rining oldiga qo'yib qo'ymay, yeniga qo'yib qo'ysa, u ciddi to'g'ri nima? Sen shu davlatni qurmagicha uning shaklini belgilayolmaysan. To'g'ri. Shundaq ekan, undaq bo'lsa, Qumağının astırı qıstırıp koyup sen o planlarını, devletin şekli qanday olduğunu planlarını en başta şu devletin şeklini belgileydiğin devletini kolga keltirişin gerek. Şunda bo'lganda bütün teşkilatlarımız muşu nişanlı birlik kıldı deyen gap. Lekin bu devlet kurulmasdan
Yo'q, davlatning shakli bunda bo'ldi, yo'q bunda bo'ldi, yo'q bunda bo'ldi deb yaxshishib urushib ketsak, davlatni qanday qo'lga keltiramiz endi? Bu Xitoyning o'yini bo'lmamdi bu? Xitoyning birdan-bir Xitoyning o'yini bu. Men ashuna qarayman. Shunga Sharqiy Turkiston milliy qurultiyi qurilish uchun barliq ideologiyalar ikkinchi safga o'tib turdi. Davlatning egilik huquqining qaytirib kelinishi har xil usullar bilan, diplomatik usul bilan, qurolliq usul bilan, yanchiqchilik usuli bilan, jalaqchilik usuli bilan nima bo'lishidan qat'iy nazar birinchi o'rin turdi. Anandan keyin majlis qurilalaydi. Sharqiy Turkistonning milliy ozodligi qo'lga kelish umidi chaqnaydi, parlaydi. U chaqda bizning kuchimiz bo'ladi. Mushu kuch bilan egilik huquqni qaytarib olib bo'ladi. Shunga milliy qurultayning eng asosli sharti davlatning egilik huquqi barliq tashkilotlarninki ideologiyasi, dini hammasidan ustun turish kerak. Shundami nima Eliyar? Albatta u hozir siz deganni siyosetchidan bakrak davlat odamlari shu hozir siz deganni qila oladiganlar davlat odamlari-chi, bu statesmenlar bular. Siyosetchilar biroz partiyaga o'zining ideologiyasi partiya manfaatiga tortadi, ammo bizda shu vaziyat shuni kutyaptiki, u qadar yuksak safoda bo'lishimiz kerakki, ya'ni statesman, ya'ni bir davlat odamidek biz uchun ulusal manfaat mana bu. Shuning uchun tamam, ben o'zimning qo'llovchilarimni biroz ham kasbiy so'zlarni ishlatmayman, hamda qarindoshlar tushunmasa amalim yo'q. Ya'ni ben o'zimning tabanimni konsolida qilish uchun ideologiyani ishlatmayman. Ammo ulusal manfaat mana bu konsolida qilish jarayonidan ustun. Ya'ni bizning ideologiyalik mana o'zimizning qo'llovchilarimizni biroz qattiqlashtirishdan ulusal manfaat ustun degan bu ong bo'lsa, bu devlet adamının işi ve statesmanlarning işi. Ondaki oturup tamam, senin kaynındakiler İslam şeriatı deydi. Senin kaynındakiler Cumhuriyet deydi. Senin kaynındakiler yani bir narsa sizler ateist yoki sekular yaşlar yoki sizler nima. Ama hemmimizde bu yerda ortak ekvatgan bir narsa var. Hemimizin üstüge çıkadigan bir narsa. Bu egilik huquq, tuproqni qaytirib elish meselesi. Ya şuna bizde bilim seviyemi ayrım meselesi ama sapa meselesi var kanka, sapa. Biraz sapalık olsa to'xta o'tira. Mesela siz bilan biz Clubhouse'larda so'zlashdik. Hozir belki o'xshaydigan nuqtamiz bir 80% bo'lsa, 20% bir-birimizga qarshi nuqtalar bo'lishi mumkin. Lekin siyoset deganda Reaganning bir gapi bor. Men bilan 70% o'xshash o'ylagan odam bilan, o'xshash qarag'ashlik odam bilan men ish qilishim kerak deydi Reagan. Yani biz bizi copy paste chaplamaymiz-ki, ko'paytib, ya'ni bu o'xshash bo'lsak zaten bir edeb bo'lib qolamiz. Gap ko'p o'xshashligimizni qanday joriy qildirib, az o'xshamasligimizni qanday keyinga tortib qo'yamiz, yoki bo'lmasa qanday madaniy o'xshamaydigan tarafimizni madaniy shaklda bir-birimizga qo'ya olamiz. Muhim narsa bu. Lekin bizda 95% o'xshash, 5% o'xshamasa, mana bu qolchi mashina qilib chiqadi ekan-ku bizda. Unda qilsam, ya'ni o adamni kilolab ekib berish kerak, %100 o'xshaysa buyur, ishga qo'sh kezigan bilan ish qil deyish kerak. Bu insoniyat bu. Dilyar, masalan, Sharqiy Turkiston bilan Uyg'uristonchilar ikkisi degan urush ketadi hozir, masalan. Bu nima gap endi? Masalan, amma misolni olyapman, men bu nima gap? Bu nima gap? Sen tehe xalqninki ostida yotgan davlatni uning ostidan chiqib bo'lolmay turib, uning eti to'g'risida mushilib ketib boramsan. Bu qandaq siz abar sapaning gapini bildingiz? Bu qanday gap bu endi? Masalan deydi. Anandan keyin yine başka şekiller var uruşadiganlarning bularning tehi. Şekilleri bakchiq.
texmi köpeyip gitip bardı hazır bugün günümüzde. Hemmesine medisiniz Xitay istihbaratının, Xitay mustamlaş hakimiyetinin ki xavfsizlik aparat organının işi bu endi bizning aramızda müştaq qılıp atgan. Birlikki ekenmeslik bizde. Çünkü bizning kuchimiz birlikte oldu o. Ondan başka kuchimiz yok bizden endi. Bizning milliy azat hareketimizning kuchi birlikte. Ondan başka kuchimiz yok bizdeki. Muşu kuchini Xitay davamlıq yo'qotib turadigan gapda. Şuna birlik yapmak olmaz. Bu yerimizde şu medeli kilinglar ekranga chiqimiz desem bu do'yilga chiqib chaqiryapti bizni deb yomon qo'rqib ketdik. Bu bizde odamlarning beshidikilar yomon saxtiki. Mesela Uyg'uristondan da yakımız Şarkı Türkistan'dan bu talaşlar o'xshamaslik bo'lsa, asli mesele hal qilishning yo'li shu. Birli qitim şu Uyg'uriston yoki Şarkı Türkistan degan ikki tarafning beshidagi odamlar, shuni bayroqdorlari bir qitim ekranga chiqsalar, ashadil aniq bo'luvchi qaysisining qanchalik asosi va qaysisi qanchalik axlat. Ashadil rasvo bo'ladi, tugaydi, u jidal tugaydi ashadi. Lekin bu odamlar qo'saqda o'mash yo'q. O'zining nimda yoki siz degandek Xitoyning planlab tepirayotgan jidal bo'lsa, o'zi tag'ning keyni ko'tarib, xalqni jidalga sep o'ynaydi ekan-ku. Mesela ulus degan so'zni biz qo'ydik, millat degan so'zning ma'nosini o'zgartirdi, ulus dedi. Aslında qarshi bunda deydi. Ya birisi chiqib, men ulusga qarshi bu nima degan gap deb qarshimizga chiqsa, biz shu yerda tushuntirib qo'yamiz. U jidal chiqmaydi. Ama birli narsa oldu. Bizden karşımızda ulus degan narsa xato deb chiqqan odamning yuzi tushib ketadi yani. Obro'yi tushib ketadi, u bilmaydi ki bir narsani bo'lib qoladi. Shuning uchun bu insonlar o'zining obro'yini u qadar narsist, o'zini u qadar yaxshi ko'rdi ekanki, bir narsani xato deb qolgan bo'lsa, bular xatoligini o'zi bilib qolsa-mu, masalan indigenous people masalasida bu narsa to'g'ri deb sanamsa, oshini men xato deb tikanman, revise qildim yani qarshimni o'zgartdim deyishdan u qadar numus qildi ekanki bizninkilar. Çünkü xatolik o'tkazmaydi ekan-ku, bular ajoyib odamlar ekan. Voy men tunugun meni xato bilib tikanman, bugun mendan qarayman o'zgartdim desam nim bo'ldi, nimasi bor. Lekin bu odamlar uchun bek cho'ng ish ekan-ku u. Shunga bu bizning odamlarimiz nurg'un jidallar shu qarashning bayroqdori birga ekranga chiqsa, xudo azir ikkimiz chiqqanday ya o'zaro tushunish hosil qildi, yoki bo'lmasa birsini xatoligida yashadi, pash bo'ladi. Onun kendi o jidal tugaydi, yani onun bayroqdorining yuzi tushida tugaydi. Ama bu odamlar o'zining yuzini qo'g'dash uchun abay deganimdek o'ziga bug'ning oldi putishisi bo'ldi. Qabila a'zolari bilan chatoq yo'q. Qabila ekanmiz-ku biz amaliyotda. Bir ulus, bir millat undan bo'lmaydi amaliyotda. 1,5 soatda eshib ketdi. Ahmadjon Bey bu yerda nima qilamiz? Siz bir xulosalab bersangiz. Men tugitay, oxirlashtiray. Hozir ikkimizningki suhbatida biz başlangan noktada şuya qaytib kelib, bütün biz 1,5 saat jarayonida davatkan sözlerimizin hemmisininki asası bo'lgan ve bizning milliy azadlik hareketimizning, bizning kurashimizning, bizning siyosatimizning, bizning taktikalarımızning, bizning ideyalarimizning hemmisini bir yerga akiladigan, bir yerga yig'adigan, bir qiladigan narsa biz Dilyar bilan ikimiz mush programının 5'ida aytgan 3 mesele. Mush 3 meselede biz birlikka kelsak, biz bir. Anandan keyin qandaq usulni qandaq pas chiqarib o'ynasak, qo'limizni nega ko'tarsak, putimizni nega assaq bo'laveradi. Lekin mush 3 narsada hammamiz qo'l tutishmasak bo'lmaydi. Shunga mush 3 narsa, birinchi Sharqiy Turkiston devleti munqarz bir devlet, Şarkı Türkistan mustamliki bir vatan, Şarkı Türkistan halkı bir devletning milleti yoki ulusi. U hergiz asallık millet emas, etnik emas. Mushu 3 narsada biz birlikka kelamamdik, kelalisak biz hammani qila olamiz. Milliy Meclisini qura olamiz, milliy qurultayni, milliy azadlik hareketimizde olib bora olamiz. Xitoyni xilil holsizlantira olamiz. Agar buni qilolmasak, eng yaxshisi
Bizning gapimiz var, uxlab qolaylik. Kirib. Şuna bak asan iş bu. Hem de bak iniq iş. Bizning prinsipimiz bu. Bizning prinsipimiz. Moşu prinsipni çiң to'saqlam, barliq ixtiloflarimiz güzelleşip bitadi ko'z oldimizda. Rengarang bo'lib, voy, bizning milliy boyligimiz bo'lib ketadi, rengaranglik degan. Lekin mau uch nuqtada rengaranglik bo'lmaydi. Buningda faqat birla rang bor. Mush uch birla narsa. Mushni ching to'saq, u chog'da biz vatanparvar bo'lamiz. Vatan sotqishni tunaymiz. Vatan sotqish bo'lmaymiz. Shundan Dilyor apandi. To'g'ri, qo'shilaman. Hurmatli Hem de ko'rarman. hayırlarını yani ma'anaqdi deydigan nimlarni detaylari bilan tarixchilar o'tirib chiqarish kerak. Beshida boshlagan temamiz bilan oxirisi biraz umid tarafga buray dedim. Hem de hayırlar deb amandaqdi deb baştan tatib nimaga doпрос tatib birdan asqali tushmayli dedim. Men biraz o'zgartirayli dedim. Bizningki vatanparvarligini tunayali saqlam, anaki vatan sotqishini asali tunab olamiz. Lekin hozirgi gap biz o'zimiz vatanparvarmi emasmi bilmaymizda chataq yeri. Shunga mushu 3 nuqtada biz vatanparvar bo'lamiz, mushu 3 prinsipda vatanparvar bo'lamiz. Ondan keyin mushu 3 prinsipda tumagan uçağda vatanparvar bo'lmaydi. Vatanparvar bo'lmasa o vatan sotqin bo'lish ehtimoli bo'ladi degan. Shuning bilan Dilyor apandi ko'p rahmat sizga bo'lgan bizdagi milliy ozodlik harakatimizdagi eng muhim temalarning birini yo'rtib berdingiz. Shundaqla hurmat ko'rarman, sizga ko'p rahmat. Mushu temada biz bilan hemden doğan, hem beherlengen, billa boğalığınız için köptün köp rahmet. Hakikaten ki programımız için aman bulunla, hayır hoş. Ben rahmet dedim. Hayır hoş.